Dyson'dan ham o'tib tushadigan, lekin narxi anchagina arzon bo'lgan gadjetlarni sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Bu Koreyani brendi hisoblanadi. Eosika brendidan bir xil minimalizmga asoslangan shunaqa kichkina stayler, o'zingiz bilan olib yurishga juda ham qulay. Ikkinchi apparatimiz esa o'zini shunaqa LED ekrani mavjud bo'lgan, kattagina 85 gradusda plazma texnologiyasi asosida sochingizni shikastlatmay, quritishga va turmaklashga juda ham katta hissasini qo'shadigan apparat. Hozir ikkalasini ham raspakovka qilamiz. Shunaqa raspakovka qilishlarni yaxshi ko'raman. Upakovkasi go'zal. Ularga sayohatlarga chiqayotganinglarda o'zini shunaqa mishogiga solib olib ketasizlar. Qaranglar, qanaqa go'zal. Endi esa sizlar bilan men intiqib kutgan Fender raspakovka qilamiz. Buni rangi ham menga juda ham yoqdi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Rangini shunaqa yaxshi ko'rganman. Metali ham juda ham zo'r, bu hali dешевый metallardan emas. Qaranglar, shunaqa o'zini LED texnologiyasi bor. Bu yerda sensorlar yordamida ishlaydi. Bu fenimizda 3 xil nasadkasi bor. Shu ko'rinishdagi nasadka, bunaqa nasadka va bu nasadka. Juda ham zo'r. Menga rosa yoqdi. Endi sizlarning ham fikringizni kutaman. Kommentariyalarda o'zingizlarda fikringizni bildiringlar.